Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilar. Mana bugun ertalab reyslar bo'yicha aeroport Turkiyaga kelganmiz. Hozir mana O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasida Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha reyslarga registratsiya jarayonlari boshlandi. Reyslar o'tamiz aziz vatandoshlar. Yaqin kunlardan boshlab O'zbekiston havo yo'llari Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi 32 kg bagaj, 8 kg tariflarida bagajlar tariflari o'zgartirilgan, ya'ni ko'paytirilgan. Xuddi mana shu tarifga yuklaringiz olib kelaverasizlar. Обязательно 32 kg bagaj bitta sumkani, 8 kg ruchni esa bitta mayda ryukzakcha sumkada bo'lishi kerak. Mana shu tarzda o'tkazib ketaverasizlar aziz vatandoshlar. Biletlar masalasi bo'yicha har doim kirik hurmatli aziz kanal obunachilar, ushbu videoning ostida telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol bizlarga to'g'ridan-to'g'ri bog'langan tarzda biletlarni xarid qilib olaverasizlar. Bizdan kim bilet olsa, har bitta reysga o'zimiz mana aeroportda yaqindan yordam berib masajlarimizni kuzatib qo'yaveramiz. Aziz vatandoshlar, aloqaga chiqaverasizlar. Nasib bo'lsa, har kunlik yangiliklarni ushbu Telegram hamda YouTube kanallarimizdan ko'rib kuzatib borishlaringiz mumkin albatta.